Assalomu alaykum barchaga 86 yildan beri bizda podkast bo'lmagan edi va bugun shu narsani to'g'rilaymiz va mavzuyimiz o'ta aktual mavzu. Kortizol haqida gapirishamiz. Men o'zimni kortizol bilan experience'im, kortizol research qilib nimalarni o'rgandim. Nimaga hozir dazmolni yoqsa ham dopamindan keyingi mashhur mavzu kortizol bo'lib qoldi. Sezdinglarmi sizlar ham shu narsani? Kortizol aslida nima? U yomon gormonmi? Yaxshi gormonmi? Uni funksiyasi nimadan iborat va uni qanaqa qilib o'zimizni foydamizga ishlatsak bo'ladi? Mana shu 3 ta mavzu haqida bugun gaplashib chiqamiz. Instagramni ochsangiz ham, TikTokni ochsangiz ham, hamma joyda hozir даже fitness instruktorlar hamda trenerlar ham hamma moon face haqida gapiryapti, kortizol haqida gapiryapti, qorningizni, mana bu belly fat haqida gapirishyapti. Kortizolingiz balandmi yo'qmi? Keling test qilamiz deyishyapti va sizga bir necha savollarni berishyapti. Bu haqidagi videolarga menimcha sizga ham ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Kortizolingiz balandligidan dalolat qanaqa? Kechqurun uxlash qiyin bo'ladi. Uxlasangiz ham uyqungiz mana plavno, rovno bitta yotganingizda 5-6 soatga yetmaydi-da, 1-2 soatda uyg'onib ketaverasiz. Chunki kortizol mana bugun o'rganamiz, buyrak osti bezida ishlab chiqariladigan gormon hisoblanadi, adrenal glandda va u nima bilan insulin bilan chambarchas bog'liq narsa-da. Sizga tipi testda berishyapti. Agar yuzingiz dum-dumaloq bo'ladigan bo'lsa, yuzingizdan beauty hacklar chiqib ketdi-ku, beauty blogerlar. Muzdek suvga anaqa qilishingiz kerak, холодный kontrastni dush принимать qilishingiz kerak, saunada o'tirishingiz kerak. Xullas, erinmagan odam hozirda kortizol haqida gapirmayapti va u haqida qanaqadir bir life hacklar bilan bo'lishmayapti. Bizni qatimiz kam degan ma'noda men ham o'zimni nima deydi 2 sentimni shu mavzuga qo'shishga qaror qildim. Chunki bu mavzu men o'zimga ham qiziq. Agarda nimaga aynan hozir hamma bir dopaminlarni gapirib tashyapti, kortizollarni gapiryapti, agar sezgan bo'lsangiz, dopamindan keyin ikkinchi o'rinda turadigan eng ko'p gapirilayotgan mavzu bu kortizol. Kortizol ozishga, mana hammani endi dardi-yu shunaqa-yu ozgimiz keladi. Men lichna nima deydi, semirishni eplolmaydigan odamlarni tushunmayman. Iltimos meni oldimga kelinglar, chunki Shirinli naryoqda turgan bo'lsa, men mamda o'tirgan bo'lsam, bundan noto'g'ri nafas olib qo'ysam ham semirib ketadigan insonman. Mana shu narsa haqida kstati kichkina informatsiyani trenerim bilan discussion qildim-da. Men aytvaman, nimaga shunaqa? Mana men ko'p kuzataman deyman, safarlarda bo'laman, o'zimni ko'p ovqat yeb qo'yapmanmi deb bir xillarda urishaman deyapman. Tushunishingiz uchun men trenerim juda ham ko'p marta qattiq semirib, juda ham ozgan inson. U insonda RPP bor. Mana ovqatga qaraganda meni trenerim ovqatni ko'rmaydi-da, kaloriya ko'radi. Bu ham baribir aslida sal mental nima hisoblanadi, not healthy hisoblanadi. Xullas so'rayapman, mana men tushunmayapman dedim. Men vedma deymiz-ku, to'g'rimi? Mana shuncha yeydi, chunki bor dedi tanishlarim. Oldin bitta uchebniy sentrda ishlagan bo'lganman-da. Bilasizmi, bitta qiz bo'lardi, meni mamindodek qiltiruv bo'lardi-da, va shu cho'p yeydi, lekin suv ichmasdi-da, Coca-Cola ichardi. Yana zero ichmasdi, shakarsiz kola ichmasdi-da, prям shakarli ichardi-da. Litrlab ichardi. Kartoshka frini 2 talab porsiya yerdi-da. Qiltiriq edi, yana pressi ham bor edi-da. Men aytaman, qani adolat? Adolat opa qani? Qayerdasiz? Alo, Adolat opa, bu yoqqa kelvoring. Men tushunmasdim-da, nimaga u cho'pdek. Lekin men prosta noto'g'ri 2 marta nafas olsam ham Shirinlikni oldida semirib ketaman. Keyin mana shu narsani trenerimga aytganda, mana qaradi-da, disma anaqa bodylarni ham turi bo'lar ekanda. O'zi ektomorf, bir balo morf, men aytaman, nima morfman dedim, tez semiradigan morfmanmi dedim. Yo'q, o'zi genetически haqiqatdan ham mana irsiy sklonность bo'lar ekan, odamlarda moyillik bo'lar ekan. Bir xillar bor ekan, suyagiga muskul yuqmaydi-da, mana o'sha tez ozib, tez semiradiganlar xili bor ekan. Xullas tushuntirib berdi, esimda yo'q, bu narsa haqida ham research qilishim kerak. Juda ham interesniy tema ekan. Biladiganlar kommentariyada yozib ketinglar. Mana bu tez semirib, tez ozadiganlar xili bo'lar ekan. Mana semirishi juda ham qiyin, lekin почти hech ham ozolmaydiganlarni xili bo'lar ekan. Xullas, men aniqini bilmayman, bir 4 ta tip bor-da, bu sen aytayotgan, ta'riflayotganlaring bir balo morf turiga kiradi-da. Ular yesa ham umuman yuqmaydi. Ular rosa yeydi, lekin yuqmaydi. Lekin ularda bitta katta, endi bilmadim, nima deydi, qalbim juda ham
kirmas deb hisoblardim, lekin ozgina xursand bo'lgan narsam, chunki qayerdadir adolat topa bor ekanini mana ming yesa ham semirmaydi, zato ularda bitta katta dardi bo'ladi dedi. Agarda ular zalga keladigan bo'lsa, ularda mana mышцаlarni o'stirish juda qiyin bo'ladi dedi. Xullas, men o'ylardim shu kortizol bilan связано и mana shu kunlarda, mana shu oxirgi davrlarda bu temani aktual bo'lib turib, оборот olib ketganini ham sababi hozirda mana shu gain weight qilganlar, ortiqcha vaznni to'plaganlar vazndan qutulish uchun kortizolni tushirish kerakligi haqida endokrinologlar gapirishni boshladida. Chunki aytganimdek, bu insulin bilan bog'liq narsa. Ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lib ketganning sababi emaski, ijtimoiy tarmoqlarni ilmiy mavzularda qanaqa ishlashini kichkina nima qilib beraman, tur qilib beraman, briefing qilib beraman. Birorta bir mavzu chiqadi, ilmiy qiyin mavzu, masalan dopamin aytaylik, kortizol aytaylik, insulin haqida gaplashaylik. Birorta bir mavzu olinadi, keyin u mavzu haqida reelslar chiqishni boshlaydi, kontentlar chiqishni boshlaydi, ilmiy tildan sodda xalqi tiliga o'girishni boshlashadi. Undan keyin mana hamma narsaga balokardon, hamma narsaga aybdor, villain deydi ingliz tilida, dushman mana mashi deb yomon otliq qilib qo'yiladi. Sezganmisiz? Mana dopamin haqida ham gapirishadi, lekin bizni yaratgan har bitta gormonimizni, har bitta barmog'imizni bizning organizmimizda o'zining funksiyasi bor-da. Bejiz o'sha narsalar bilan biz yaralmaganmiz. Mana men mana shunaqa filosofiyaga ko'proq yondashaman. Bormi? Demak, uni funksiyasi bor, uni o'ziga yarasha foydali tomonlari bor. Biz undan noto'g'ri foydalanyapmiz degani, noto'g'ri ishlatyapmiz degani, u kortizolni yomon otliq qilishimiz kerak, kortizol yomon narsa degani emas. Mana shu narsani tushunib olishimiz kerak. Keyin yana ayniqsa kortizol mavzusi Coviddan keyin aktual bo'lib ketdi. Agarda siz mana qorin bo'shlig'ingizda mana o'zi qo'llaringizda, oyoqlaringizda jir, ortiqcha vazn yo'qda, lekin именно jirni poyas deydi, mana jirni poyas deydi, fat belly, mana shu qorin tomoningizda yig'ishni boshlasangiz, atchoklarga, mana shishlarga moyil bo'lsangiz, yuzingiz qop-to'kcha bo'lib ishib ketadigan bo'lsa, uyqungiz bilan muammolar bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan sizda kortizol gormoni keragidan ortiq baland holatda tushmasdan bizga kerak emas bo'lgan paytda turibdi. Mana baland deb aytmadim, ahamiyat bering. Chunki bu podkastda mana baland bo'lishi ham o'zi aslida muhimda. Andrew Hubermanning 10 oy oldin chiqqan kortizol haqidagi 2 soat 16 daqiqalik katta bitta podkasti bor-da. O'sha podkastni kirayotganda, mana podkastga o'tirib, daftar kitoblarimni olib, bu kortizolni o'rganaman deganimda, kstati Andrew Hubermanni tanimaydiganlar, u Stanforddagi professor hisoblanadi va men u insonni juda ham hurmat qilaman. Chunki xalq tushunadigan sodda tilda ilmiy narsalarni tushuntirib va protokollar, xalq tilida protokollar, ya'ni nima qilib o'sha narsani ustida ishlasa bo'ladi, amaliy yo'llanmalarni ham berishi menga yoqadi. Prosta o'tirib ilmiy narsalarni gapirmaydi-da. Xo'p, keyin, xo'sh, undan keyinchi degan narsaga ham javob beradi. Tak вот, o'sha podkastga kirayotganda mana kortizolni men ham demonize qildim-da. Willing-ku, endi dushman-ku, hamma narsaga aybdor kortizol-ku. Men o'zim ortiqcha yeb qo'yayotganim, uyqu rejimimni noto'g'riligi, kerak emas narsalarga ham kerakdan ortiq stress bo'lib ketishimni ayblamayapman-da. Men hamma narsaga yomonlik qilib kortizolni aybdor qilib qo'yapman. Kortizolni tushirishim kerak, kortizolni baland deb kirdim-da. Lekin podkastni ko'rayotganimda уже deyarli 1 soatiga kelganimda tushundim. Kortizol naborot baland bo'lgani yaxshi ekan. Biz kortizol haqida bor tushunchamiz umuman noto'g'ri ekan. Vaqtingiz bo'lsa, ingliz tilini bilsangiz, mana shu to'liq podkastni ko'rishingizni juda ham maslahat berardim. Agar ingliz tilini bilmayman, mana shu podkastingizni tushuntirib qo'ya qoling, eng muhim joylarini aytsangiz, unda yaqinroq keling, daftar ruchka oling. Bugun siz bilan dars qilamiz. Kortizol mavzusi haqida gaplashamiz. Endi avvalambor tushunib olishimiz kerak bo'lgan narsa, kortizol bu nima? U qanaqa ishlaydi? Uni biza yomonotlik qilib stress gormoni, xuddi mana dopaminni baxt gormoni deb noto'g'ri nomlaganmiz-ku. Kortizolga ham biz shunaqa nom qo'yib olganmiz-da. Stress gormoni. Aslida kortizol bu stress gormoni emas. Kortizol aslida bu energiya gormoni.
energiya. Masalan, biz yuguryapmiz, sport bilan shug'ullanyapmiz, buyrak osti bezimizda adrenal gland ishlab chiqariladi aytganimdagi signal ketadi. Bunga energiya kerak, barnoga energiya kerak deydi va tanamizdagi energiya manbalarini mana bu yoqqa o'zimga notlar qo'yganman, kerakli joylarga yo'naltiradi. Va qayoqqa tez energiya kerak bo'lsa, masalan, yugurish kerakmi aytganimdek, zalda boryapman, harakat qilish kerak bo'lsa, kortizol qonimizdagi shakar, glyukoza darajasini oshiradi-da, uni mushaklarimizga va miyamizga yo'naltiradi. Mana shu yoqdan kelib chiqadi. Kortizolingiz baland bo'lsa, sizga ozish qiyin bo'ladi degan narsa glyukoza, insulin bilan bog'liq. Chunki energiya, biz bilamizki, mana bu energiya manbai bu glyukoza hisoblanadi. Mana shu bunga barnoga hozir energiya kerak ekan deydi. Mana adrenal glandim va kortizolni oshiradi. Kortizol oshganda glyukoza ham oshadi va qon tashib o'sha kerakli joylarga yetkazib beradi, delivery qilib beradi. Demak, u bizani kortizol harakatga tayyorlovchi gormon hisoblanadi-da. Harakatga tayyorlaydi bizani, energiyamizni oshirib beradi. Hech qanaqa stress gormoni emas. Birinchi navbatda endi xo'p, mana tushundik, kortizol nimaligini tushundik, nimaga biz uni yomonlik qilganimizni tushundik, uni ozishdagi rolini ham tushundik. Kortizolni endi qo'l bolacha u holatida o'zimizcha, kstati, men doktor o'ynamaslik tarafdoriman va yaqinda figure out qildim, meni kanalimda juda ham ko'p vrachlar bor ekan. Sizlarga ta'zim, sizlarni kasbinglarni juda ham hurmat qilaman. Meni o'zim qondan qo'rqqanim uchun, qonni ko'rsam ko'nglim ayniydigan darajada mazam bo'lmaydi-da, g'alati bo'lib ketaman. Shuning uchun ham men doktorlik kasbini tanlamaganman va mana shu mendan katta armonlarimdan hisoblanadi. Gishtaltim hisoblanadi. Butun umr doktor bo'lishni orzu qilganman. Va doktorlarga mehrim boshqacha, hurmatim boshqacha. Sizlar juda ham sharafli kasbdasizlar. Xullas, kichkina lirik chekinish, doktorlarga katta rahmat. Biz uchun har kuni kurashib sog'lig'imizni o'ylayotganinglar uchun. Xullas, doktor o'ynamayapmiz. Men bu yoqda maqsadim o'tirib olib, mana bu yoqda batlarni ham tayyorlab qo'yganman. Nima vitaminlar ichdim, nimalarni ichib boraman har kuni. Men bu yoqda doktor o'ynamayapman. Men ham o'zim bu podkastga chiqib, bu fikrlar bilan bo'lishdan oldin 3 ta doktor bilan gaplashganman. O'zim birorta bir mana shu inositol, birorta bir narsani ichishdan oldin ham sog'lig'imga seryozni qarayman. Qo'ldan kelgancha doktorlar bilan bu narsani maslahatlashaman. Ayniqsa sizda oshqozon bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, Hashimoto disease bo'ladigan bo'lsa, mana shu buqo bilan bog'liq muammolar bo'ladigan bo'lsa, kortizolni tushirish, regulate qilishi обязательно endokrinolog bilan maslahatlashingiz kerak. Kortizol nimaligini tushunib oldik, uni funksiyasini ham tushundik. Endi kortizol bizga mana kortizol haqida bilishimiz kerak bo'lgan menimcha keyingi eng katta insight, kortizolni baland bo'lishi muammo emas ekanda. Mana aytibman-ku, Hubermanni podkastini ko'rishdan oldin menda miyamdagi fikr kortizolni tushirish kerak, kortizolni nima bo'lsa ham tushirish kerak degan narsa bilan kirdimda. Bir soatcha ko'rganimdagi, yo'q, kortizol bizning dushmanimiz emas ekan. Biz o'zimiz u narsadan noto'g'ri foydalanayotgan ekanmiz. O'zimiz uni masab qilayotgan ekanmiz. Nimaga yana referensi Covid paytiga, pandemiya paytiga berishimiz kerak? Именно o'sha paytdan keyin mana bu digitalization, social networklar ham, ijtimoiy tarmoqlarga mukkasidan ketib qoldik-da. Tan olishimiz kerak-da. Juda ham ko'p internetda o'tiradigan bo'ldik. Scrolling juda ham mana doom scrolling avj olib ketdi. Bu ham прямой связьga ega ekanda. Directly bu narsa baribir anaqa qilar ekan, ta'sir qilar ekan. O'zbek tilini tanlash uchun birini bosing deydi-yu. Baribir ham bu narsa ta'sir qilar ekan va biz mana bu ekranda o'tiramiz-yu. Mana bugungi protokolda o'sha Huberman o'zini podkastda tushuntirib bergan juda ham mana light therapy degan narsa bor-da va hozir chetda bu narsa juda ham avj oldi, urf oldi va yaqinda bir doktor endokrinolog bilan gaplashganimda ham ular aytib qoldilar, shu bitta anaqam bor-da, ingliz tilini bilganimda edi, Barnoz, sen omadlisan dedilar. Chunki sen ingliz tilini bilasan, sen mana shu narsalarni
tarjimada baribir yo'qolib qoladida. Primoy o'qishing kerak. Healing Sun degan kitob berdilar, mana o'qib ko'rgandim. Mana bekorga quyoshni yaratmaganda, quyoshni ham juda ham katta funksiyalari bor. Ayniqsa bizning tanamizga-da. Mana shu light therapy kelib, endi mana hozir aniqlashyapti. Quyoshni bizaga foydali tomonlari qanchalik o'ylaganimizdan ham vitamin D ni уже tushundik, Covid paytida vitamin D ichish kerakligini. Va ming quyoshli joyda tursangiz ham baribir xronический vitamin D yetishmasligini ham tushundik. Immunitet uchun ham muhimligini tushundik. Gormonlar uchun ham muhimligini vitamin D ni tushundik. Va вообще umumiy olganda ozish uchun eng kerakli top 3 ta supplementlardan biri, vitaminlardan biri bu vitamin D aslida hisoblanadi. Va vitamin D ni umuman nutritsiologlar ham mana shu hozir nima deyishyapti, preventative medicine bilan shug'ullanayotgan insonlar ham uni hali bitta aniq kategoriyaga joylashmaganda. Vitamin D bu gormonmi yo vitamin D bu vitaminmi? Vitamin D, qancha oti vitamin D, to'g'rimi? Hali mana meditsina discover qilayotgan narsalar ko'p. Va qayta hozirda tadqiqotlar nimani ko'rsatyapti? Bizani o'sha melatonin, serotonin, baxtli his qilishimiz yoki tushkunlikka tushib qolishlarimiz juda ham quyosh bilan bizni bo'layotgan interactionimizga, light bizaga qanchalik penetrate qilayotgani va bizani cycle'imizni mess up, musor qilib tashlayotgani bilan bog'liq. Telefonga yopishib olamiz, mana blue light ku telefon. Va mana shu nurlar bizani miyamizgacha просто tupit qilib qoladi-da. Miyamiz dovdirab qoladi. Voy, hozir kunduzmi yo kechami? Hozir kunduzmi yo kechami? Miyamiz уже dovdiraydi, bilmaydi. Chunki kortizol kunda birinchi yarmida juda baland bo'lishi kerak, ya'ni yaxshi ma'noda baland bo'lishi kerak, ikkinchi yarmida bo'lsa u past bo'lishi kerak. Kechki paytda ham biz hamma joyga svetlarni yoqib olib, yo'q, hozir ko'rsatamiz ekanman, buni ko'tarib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shu uyga ko'chganimdan beri faqatgina mana shu svetdan foydalanaman, kichkina svetdan foydalanaman. Chunki kunduz kuni deyarli ko'chadaman, syomkalardaman, ishdaman va kechki payt kelganimdan keyin уже 6-7 bo'lib qoladi. Men yoqsam faqatgina ikkilamchi svetlarni yoqaman. Men nima uchun buni tushunib, ongli ravishda yashayotganim uchun bu narsani aslida qilmaganman. Men juda ham sensitivman. Materiallarga, svetlarga, ovqatlarga juda ham чувствительныйman-da. O'sha svet slishkam anaqa qilib yuborardi-da. Iloji bo'lsa svetni kamaytirishga harakat qilaman. Va lekin men shu harakat qilsam ham baribir qo'limiz ketib qoladi-yu, kechqurun shu bo'ldi, yotamiz deymizda, qo'limizda telefon bo'ladi. Va telefon mana shu ritmi, circadian ritmi, siklimizni mess up qilar ekan. Va bu narsa kortizolimiz уже voy, hozir kunduz ekan, barno bu ko'zimiz, bu bizning tashqaridagi miyamiz-ku. Ko'zimiz tashqaridagi miyamiz hisoblanadi. Va ko'zimiz bu signalni olgandan keyin miyaga bu message yuboradi-da, keyin miyamiz aytadi: "Voy, ertalab bo'pti." Ertalab bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Bizni badanimizni, tanamizni shunaqa yaratganda, ertalab bo'lgandan keyin mana shu ko'z orqali o'sha signal qabul qilinadi va bu miyaga yetkaziladi. Aha, demak kortizolni oshirish kerak ekan deydi. Kortizolimiz baland bo'lgandan keyin mana shu narsa sikl qaytarilaveradi. Biz как будто yotamiz, lekin uyqumizning sifati yaxshi bo'lmaydi-da. Badanimiz, tanamiz bo'lsa, ertalab uxlayapmanmi, kechqurun uxlayapmanmi bilmay qoladi va bu juda ham yomon konsekvenslarga, oqibatlarga olib kelar ekan. Вот. Birinchi navbatda mana protokol, Kuberman ham o'zini podkastda aytadi, protokolimizni birinchi qilinishi kerak bo'lgan narsa aytgancha, bu narsani menimcha videoni boshida aytmadim. Men kortizolni sog'lom tarzda tushirish bo'yicha o'zimga 21 kunlik challenge qilyapman. Challenge va bugun challengeimni 4-kuni, 5-kunga o'tyapti o'sha. 4-kuni. O'zimda yaxshi change'lar his qilyapman. Meni bitta yomon odatim bor edi. Uyat bo'lsa ham aytaman. Men nima deydi? Soat 8larga keladi-ku, mana shu zalga boraman, ishlarimni qilaman, uyga kelaman, ovqatlanaman. Bo'ldi, примерно soat 8lar bo'lgandan keyin menda shunaqa kuchli uyqu kelardi. Shunaqa kuchli uyqu o'zimni boshqara olmasdim. Mana qaniydi o'sha uyqu 10 da kelsa, qaniydi o'sha uyqu 11 da kelsa. Lekin mana eng kerak emas paytda. Nimaga? Chunki na uyoli bo'lardim-da. Soat 8larda, 8:30larda uxlab olardim.
o'ldim deganda 1 soat uxlab olishim kerak edi, chunki miyam umuman ishlamasdi, prям ko'zimni ocha olmaydigan darajada bo'lardi. Keyin bu narsani mana men izlanib, kortizol haqida research qilib tushundim. Bo'ldi, o'sha soat 2 bo'ldimi, iloji bo'lsa soat 12 dan keyin qahva ichmaslikka, даже mana kofein ichida mavjud bo'lgan choylarda ham bor-ku kofein, matchada ham bor kofein. Harakat qilishimiz kerak-da, iste'mol qilmaslikka harakat qilishimiz kerak. Chunki u yana o'sha circadian rhythmga, tем более men boya aytdim, men juda ham чувствительный. Organizmim juda ham sensitive. Shuning uchun ham mana boya aytayotganimdek, doktor o'ynamaymiz deganimning sababi, birorta bir insonga juda ham foydali bo'lgan narsa boshqa inson foydasini umuman sezmasligi mumkin-da. Menda даже o'sha nima deydi, arzon oddiy dorilarda ham effekt wow bo'ladi. Chunki organizmim juda ham sensitive bo'lgani uchun. Shuning uchun ham doktor bilan maslahatlashing. No, mana men tushungan narsa qanchalik o'sha qora choy, ko'k choy, kofeini bor narsalar uyqumizga ta'sir qiladi, qanchalik bizni ritmdan chiqaradi, kichkina narsa bo'lsa ham. Substack degan prям men eng sevimli platformalarimdan bittasi Substack degan bitta application bor va o'zbekistonlik, adashmasam, neurobiologistlar, neyrobiologlar Bek Olimjon degan bitta doktor vrach akamiz borlar. Ularning Substackda ingliz tilida yozgan maqolalarini har doim o'qib yuraman-da. И вот как раз nima deydi, kortizol research qilayotganimda ularning ham maqolalari chiqib qoldi. Kofe haqida. Kuniga 4 soat buni ular doktorlar juda ham katta joylarda ishlar ekanlar, ko'p nima qiladilar, period bo'lar ekanda. Bu ham bizning ritmimizga ta'sir qiladi, periodlar, zonalarning o'zgarishi. Trenirovka bilan shug'ullanadilar. Haftada adashmasam 4 martadan 5 marta shug'ullanaman deganlar. Klinikada bo'laman, o'qishlarim bor, maqolalar yozaman. Xullas, aka juda ham aktiv ritmda yashar ekanlar. Aytibdilar, o'zimni kuzatdim, juda ham sluggish bo'lib qolman, energiya xuddi mendagi simptomlarni описать qilib beryaptilar-da. Keyin nima qilishni bilmadim, kofeni полностью qat qila olmayman deyaptilar. Baribir o'sha o'zimni dozamni, bitta chashka kofemni ichib olishim kerak deyaptilar. Katta narsa o'zgartirmadim. Kichkina narsa o'zgartirdim. Shu kichkina narsada uyqumni sifati ancha yaxshilandi deyaptilar. Mana energy crash degan narsa bor. Energiya menda yetadi. Kortizol ham bizning badanimizda bor energiyani yo'qotadi-da. U mana kofeni neyrobiologlarning tilida kofeni kreditga olingan energiya manbai deyishadi. Yana bir marta qaytaraman. Вообще chiroyli va to'g'ri описание-da. Kreditga olingan energiya manbai. Nimaga? Chunki o'sha qahvamiz, ichayotgan qahvamiz adenozinni blok qiladi-da, bu bizda bor kofeni, energiyani ishlatadi. Ishlatgandan keyin energiya tugaydi-ku va energiya tugagandan keyin mashnaqa tarzda bittada o'chib qoladi-da. Odam kofe crash deydi bu narsani, energy crash deydi. Juda ham yomon narsa. Mana shu energy crash, coffee crash menda soat 8 larda bo'lar ekanda. Ularni maqolalarini o'qigandan keyin tushunib qoldim. Aha, demak menda ham shunaqa coffee crash bo'layotgan ekan. Chunki men eng kechki ichadigan kofem 2-3 larda ham bo'lardi. Endi aldamayman. Ba'zida 4-5 larda ham ichardim. Masalan, podkastda bo'lsa, syomkalar bo'lsa, ishim ko'payib ketib qoladigan bo'lsa, energiyam yetmasa, o'sha kunning ikkinchi yarmi ham. Lekin 6 dan keyin kofe ichmayman. Ikkinchi yarmida ham ichardim. Ular aytibdilar, mana shu kichkina narsani o'zgartirdim deyaptilar. Adashmasam soat 2 gacha deb aytganlar. Yo 12 yo 2 tekshirishim kerak ekan. Yo 12 yo 2 kommentariyada to'g'rilab yozib yuboraman shu narsani. Kofeni intake'ini to'xtatdim. Taqqa-taq to'xtatdim. Hatto choyda ham ichmadim deyaptilar. Oddiy suv ichdim deyaptilar. Kofeni prosta to'xtatdim, qat qildim deyaptilar. Mana o'zimga yetadigan o'sha dozamni olaman. Shu yo 12 yo 2 gacha deganlarga choyni ham, lekin undan keyin kofeinni umuman intake qilmayman deyaptilar. Va bitta dona, chunki ularda odat ekanda, ayollari bilan kofe damlab olib, choy damlab, o'tirib, choyxo'rlik qilib, gaplashib o'tiradigan shunaqa bitta oilaviy traditsiyalari bor ekan. Keyin to'tilar qarasam, o'sha choy bilan ham ko'p kofeinni ichib qo'yar ekanman deyaptilar-da. Kunning ikkinchi yarmi bo'lgani uchun ularda baribir ritmga bu narsa ta'sir qilgan ekan. Va mana shu narsani sinashni boshladim va menda yaxshi o'zgarishlar kuzatilishi boshladi. Rostdan ham kichkina narsa, lekin katta game changer ekan. Qo'lingizdan kelgancha menda hozir qonun 2 dan keyin
kofe iste'mol qilmayman, kofe ichmayman. Keyin men bu kofelarni ko'p post qilishim prosta bu estetikada, menga uni hidi yoqadi, chashkalarda damlab chiroyli turishi yoqadi. Lekin men kuniga o'ldim deganda eng ko'p iste'mol qiladigan nima deydi, mgm dozam bu 2 ta chashka kofe. Eng ko'pi 2 ta chashka kofe. Chunki menda kofe juda ham sensitiv bo'lganimga juda katta effekt qiladi. Bitta chashkani o'zidan bo'ldi, energizer Red Bull bo'lib ketaman. Menga uni effekti yetadi-da. Ya'ni ko'p hadeb ichirish kerak emas-da. Meni holatimda ko'p ichish shart emas. 2 ta chashka kofe. Lekin o'sha nimasini kamaytirishimiz kerak ekan. Ya'ni kunni birinchi yarmiga ko'chirib, ikkinchi yarmida deyarli, ikkinchi yarmida hatto choylardan ham mana uyqu bilan muammo bo'lsa, kortizol bilan muammo bo'lsa, ortiqcha vazn bilan muammo bo'lsa, mana shu kichkina narsani ham protokolga kirgizib, o'zingizda sinab ko'rsangiz, menimcha hech qanaqa zararli joyi yo'q. Chunki biz dorini maslahat qilayotganim yo'q sizga, yoki bir qiyin eksersayslarni maslahat berayotganim yo'q. Ya'ni hech balo yo'qotmaysiz. Bu narsani qilib ko'ring. Soat 2 dan keyin hatto choylarni ham qat qiling, suvga o'ting. Va mana men 8 da ujum zo'rg'ada zombidek bo'lardim, uxlab qolardim. Lekin mana oxirgi mana bugun 4-kun, 5-kunga o'tyapman. 3 kundan beri sinayapman shu narsani. O'ldim deganda mana men kunduz kuni NSDR degan narsa bor va u narsa kortizolni ham tushirishga yordam beradi. Men uni qanaqa qilaman? Meditatsiyaga tegishli bo'lgan Alpha Wavesdagi, Alpha to'lqindagi nimalar soundlarni qo'yib olaman-da YouTube'da. Telefonimni bezovta qilmang rejimga qo'yib, men hozirda rosa probkalar bo'lyapti-yu, bir lokatsiyadan ikkinchi lokatsiyaga borgunimcha kamida 30-40 minut ketib qolyapti. O'sha payt naushnikimni qo'yaman, qora ochkimni taqaman-da, 15-20 daqiqa taksida uxlab olaman. 2 marta shu narsani qildim, lekin mana taksiga yetib kelaman, bo'ldi keldingiz degandan keyin turaman, lekin shunaqa bodri bo'lib turaman. Mana bu kreditga olingan energiya manbaidan ko'ra ancha yaxshiroq exercise hisoblanadi va bu narsani NSDR ham deydi. Non sleep depressed, ya'ni men uxlab qolamanmi? Yo'q, non sleep bo'ladi, lekin miyam polisoniy holatda bo'ladi. Uxlamayapmanmi, uxlamayapmanmi deyotgan holatda bo'ladi-da. Lekin bu ham o'sha nimani reset qilishga, energiyani qaytadan zaryadkani to'ldirib olishga yordam berar ekan. Demak, birinchi arzon va hammada bor protokolga kirgizib va siz faqatgina foyda ko'radigan, kortizolni tushirishga yordam beradigan, ortiqcha vazndan qutulishga yordam beradigan, qonimizda glyukozani уровенini xudo xolisa kamaytirishga yordam beradigan manba bu quyosh manbasi. Ertalab uyg'onishingiz bilan 30 daqiqa sizda window bor. 30 daqiqa ichida chiqib quyoshga ko'zingiz bilan ochkisiz qarashingiz kerak. Linza orqali qarasangiz ham bo'ladi, linzada bo'lsangiz ham qarasangiz bo'ladi. Bulutli, quyosh ko'rinmaydigan kunda ham qarasangiz bo'ladi. Chunki baribir ham mana bu UV rayslar, quyoshdagi o'sha to'lqinli rayslar baribir ham bulutli kunda ham o'tadi. Bu juda ham muhim, ko'zimiz bilan imенно tashqariga chiqib oynadan emas, oynadan qaramaymiz, balkondan, agar domda tursangiz balkonni ochasiz, balkonga chiqasiz va quyosh tomonga qaraysiz. Agar hovlida tursangiz, undan ham perfect. Quyoshga qaraysiz va o'shanda mana ko'zimizda retina bor, bu bizni protect qiladi. Boya aytganimdek, bizni tashqaridagi miyamiz bu ko'zimiz hisoblanadi. Ko'zimiz o'sha signalni qabul qiladi-da, miyamizga yuboradi. Miyamiz quyoshni ko'rgandan keyin bizda avtomat ravishda o'sha baxt gormoni, serotonin, gormon bodrostida ertalab bo'ldi, kunduz kuni olamiz bu narsani. Qancha bizda serotonin baland bo'lsa, shuncha melatonin baland bo'ladi. Ya'ni uxlashimiz ham yaxshi bo'ladi. Va teskarisi, bizda mana tushkunlik, depressiya holatidagi insonlarni ham davolash protokoli aslida ularga melatonin tabletkalarini berishadi, boshida uyqu bilan ishlanadi. Nimaga? Bu juda ham qiziq narsa-da. Hatto o'sha psixoterapevtga borsangiz ham, psixologga borsangiz ham va sizda tushkunlikni, depressiyani alomatlarini sezsa doktor, yaxshi doktor bo'lsa, sizga berish kerak bo'lgan savollardan biri uyqungiz qanaqa?
uyqungiz qanaqa? Uyqungiz haqida gapirib bering. Sizga uyquga ketish qiyinmi, uyquni chaqirish qiyinmi yoki uxlayotganingizda uyg'onib ketmasdan uxlab bittada plavni 8-7 soat uxlash qiyinmi degan savolni yaxshi doktor berishi shart. Chunki bu narsa mana serotonin, biz o'zimizni bodri, baxtli his qilishimiz uchun biza kechqurun o'sha melatonin gormoni bu anaqa bo'ladi, metabolizatsiya bo'ladi va bu keyin serotoninga aylanadi. Ya'ni melatonin bu serotoninni quyosh va oy deymiz-ku, bekorga emasda. Melatonin bu oy, quyosh bu serotonin. Melatonin baland bo'lsa, serotonin ham baland bo'ladi. Serotonin baland bo'lsa, demak, samo собой melatonin ham baland bo'ladi. Agar sizda tushkunlik, apatiya, depressivniy holatlar kuzatilsa, uyquga juda ham katta ahamiyat berilishi shart. Chunki o'sha melatonin bo'lmasa, uyqumiz yaxshi kачественно bo'lmasa, biz o'zimizni yaxshi his qilmaymiz. Endi qarang, qancha ko'p foydasi bor ekan-da quyoshni ertalab uyg'onganimizda. Nima uchun? Aynan 30 daqiqa ichida. Chunki 30 daqiqa ichida bizani qonimizda ertalab uyg'onganimizda kortizol eng pik bo'ladigan davr, payt hisoblanadi. Va bizga uni baland bo'lgani juda ham muhim. Nimaga? Chunki qanchalik birinchi yarmida baland bo'lsa va biz uni kofe bilan tushishini sekinlashtirib qo'yamiz-da. Chunki adenozinni blok qiladi-yu kofein. Kofe ichganimizdan keyin kortizol baland bo'lib turadi-da, uni tushishi sekin-sekin bo'ladi. Bizga uni tushishi muhim. Shuning uchun ham mana kontrastni dushlar, холодный dushlar moda bo'lib ketdi. Nimaga? O'ylab ko'ring, uni ishlash mexanizmi qanaqa ishlaydi. O'zingizga shu mo'zdek dushni purkatganingizdan keyin sizda kortizol oshadi, aslida oshadi. Chunki organizmingiz dovdirab qoladi, vuy deydi. Kortizolni oshirib yuboradi. Sizda organizmingizda stress holati bo'ladi va bittada o'sha narsa chiqib ketadi. Hatto juda ham yomon vositalarga qaram bo'lib qolgan insonlarni o'sha qaramlikdan, veshesolidan qaramlikdan chiqarish protokolini ichida ham ledinoy vannalar bor. Ya'ni yaxli vannalar bor. Chunki nimaga? O'sha yaxli vannaga tushgandan keyin nechadir sekund davomida organizmimizni hamma zapas kortizol ham zapasda turar ekanda, adrenal glandda. O'sha zapas bittada chiqib ketadi. Chiqqandan keyin organizmimiz shunaqangi mukammal ustroyniy, shunaqa qiziqda. Kortizol bitta chiqib ketgandan keyin bizda endorfin baland bo'ladi. Chunki uni stabilizatsiya qilib, bizani baxtli qilish kerak-ku. Shuning uchun ham aytaman, trenirovkadan keyin qiynalasiz, badaningiz og'riydi, mishsalaringiz og'riydi-da, lekin zaldan chiqqaningizdan keyin tirjayib, xursand bo'lib, takoy osmonlarda uchib yurasiz. Chunki bizda anaqa baland bo'ladi, endorfin baland bo'ladi. Endorfin bu o'sha baxt deymiz, uni ham baxt bilan o'zi baxt gormonlari 3 ta bo'ladi. Oksitotsin, serotonin va endorfin hisoblanadi-da. Mana shu 3 tasi hisoblanadi. Dopamin plus-minus такой под вопрос turibdi. Mana shu 3 tasi главныйsi hisoblanadi. Endorfin nima uchun chiqadi bizning organizmimizda? Uni ikkinchi nomi natural painkiller. Естественный обезбол. Ya'ni og'riq qoldiruvchi narsa hisoblanadi. Ya'ni og'riq bo'ldi, buni Barnoni badani hozir og'ridi. Davay biz unga endi baxt yordamchilarini yuboramiz dedi va endorfin o'sha narsani pritupis qilib beradi. Sal tushirib beradi. Bu kortizol tushdi, ledinoy vannada yotadi. O'sha odamlar ledinoy vannadan chiqqandan keyin butun zapas kortizol bittada chiqib ketdi-da. Odamda o'sha anaqa bo'ladi. Xuddi o'sha veshestvolardan olgandagi pleasure'ni describe qilib berishadi, shunaqa darajada bo'ladi. Yana aytaman, masalan, ledinoy vannalarni qilinglar, холодный dushlarni, kontrastli dushlarni qilinglar deb prizvat qilyapmanmi? Yo'q. Yana bu narsa juda ham individual. Men o'zim shaxsan pnevmoniya bo'lib qolganman kontrastli dush qilib. Shuning uchun ham kontrastli dush hamma gapiradi, hatto men o'sha aytgandek qilganman. 3 sekund, 2 sekundlardan boshlab sekin-sekin ko'targanman. Lekin baribir ham, видимо, keyin chiqib tashqariga chiqqanim uchunmi, xullas menda
yomon opit bo'lgan. Men to'g'ri qilishga harakat qilsam ham juda ham ehtiyot bo'lib qilish kerak, lekin qilgan odamlar faqat pozitiv narsalarni aytishadi. Bu quyosh haqida ham tushunib oldik. Ikkinchisi, u sauna haqida ko'p gaplashadi. Agar saunangiz bo'lmasa, issiq vannani qabul qiling deb aytadi. Andrew Huberman o'sha protokol ichida taxminan 20 daqiqacha bo'lishi kerak, 80 dan 100 gradusgacha bo'lgan issiqlikda bo'lsa, kortizol issiqlikka juda ham sezgir bo'lar ekanda. Kortizol mana естественный, tabiiy yo'lda tushishni boshlar ekan. Agarda biz boya aytganimdek kofeinlar bilan biz kortizolni o'zini tabiiy siklini disrupt qiladigan bo'lsak, bunga aralashib qo'yadigan bo'lsak, tushishi kerak bo'lgan kortizol tushishi endi sekinlashadi. Sekinlashdi degani bizani uyquga ketishimiz ham sekinlashadi. Bu narsa bizga ta'sir qiladi degan. Va yana 40 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan odamlarni исследование qilish kerak ekanda. Amerikada tadqiqot bo'lgan ekan. Va kortizolni 40 yoshdan 60 yoshgacha past bo'lgan odamlar, pastroq bo'lgan odamlar nisbatan o'sha eksperimentda qatnashgan, ular sog'lom bo'lmagan ekan. G'alati, nimaga kortizoli past bo'lgan odam sog'lom bo'lmagan? Chunki sog'lom insonda energiya manbai kortizol baland bo'lishida. Ya'ni muammo kortizolni balandligida emas, muammo kortizolni kunning ikkinchi yarmida balandligi va u narsani tushmayotganligi, baland bo'lib turgani. Organizmimiz hali ham kunduz ekan deb mana bu telefonlardan, gadjetlardan miyamiz signallarni noto'g'ri qabul qilib turib, voy hozir yana kunduz ekan deb kortizolni tushirmayotganligida. Kortizol aslida yaxshi narsa, bizga energiya beradi, lekin biz uni noto'g'ri foydalanib qo'yibmiz. Kofein haqida aytdim, uxlash haqida menimcha podkastni boshidan beri aytyapman. Endi meni o'zimni добавкalarim haqida aytaman. Inozitol buqo bilan muammosi borlar, PMS sindromiga chalingan qizlar masalan bo'ladigan bo'lsa, inozitol endokrinologingiz bilan gaplashing, bizda insulin levelini pasaytirib beradi. Bu ham uyquga zo'r tayinlaydi va kortizolga baribir ham insulin, glyukoza bilan bu interaction qilgani uchun bu narsani baribir ham anaqasi bor, effekti bor. Endi shu kungacha mana 2 yildan beri, men 2 yil oldin ashvagandani researchda o'qiganimdan keyin mana shu supplement ashvaganda. Bu hindlarni jenshenga hisoblanadi. Bu rutlardan olingan, ildizlardan olingan 100% tabiiy narsa hisoblanadi. Korenidan olingan bo'ladi. Qaysidir rasteniyaning korenidan olingan bu narsa. Yana ikkinchi nomi aytgandek, indiyskiy jensheng. Biz bilamiz, Xitoyda jenshenlar bor. 2 yil oldin qidirganman, hech qatdan topmaganman O'zbekistonda. Va birinchi topgan formam U-Theory KSM 66lik formada bo'lgan va o'shani o'zida zo'r effekt his qilganman. Ashvaganda kortizolni sog'lom ravishda tushirishga yordam beradi. Endi buni побочный effekti kimga bo'lishi mumkin? JKTsi bilan, oshqozon bilan muammosi borlar, ichi ko'p ketadiganlar, ichi qotadiganlar yoki yazvasi borlar, yallig'lanishi borlarga maslahat berilmaydi. Yana aytaman, biz doktor o'ynamayapmiz. Bu meni shaxsiy eksperiencem, o'qigan tadqiqotlarim, olgan bilimlarim bo'lishyapman. Hattoki o'sha hammaga foydali bo'lgan narsa ham individual qaysidir insonga foydali bo'lmasligi mumkin. Va hech kim bilmaydi, siz o'sha kategoriyaga kirasizmi, yo'qmi? Baribir bilib qo'ygan yaxshi-da. Bu tanamizni ham take care qilishimiz kerak. Mana ashvaganda prям zo'r narsa. Yana kichkina disclaimer. Ashvagandani uzoq vaqt ichish mumkin emas. Chunki kortizol juda ham tushib ketsa, biza hamisha bahor bo'lib qolamiz. Hech qanaqa narsaga qiziqishimiz qolmaydi, adigoniya boshlanadi. Bu ham yaxshi narsa emas. Ashvagandani ham o'zini sikli bo'ladi. Masalan, 1 oy ichib, keyin 1 oy break qilib yana 1 oy ichish yoki kunora ichish yoki har kuni ichib, adashmasam 2 oy ichasizda, 2 oydan keyin to'xtatasiz. Chunki ko'p payt ichaveradigan bo'lsangiz, sizda kortizol shunaqangi darajada tushib ketishi mumkin. Bunga ehtimol kam, lekin baribir bor. Shu narsani experience qilgan odamlar ham bor. Tushib ketgandan keyin kortizol juda ham past bo'lsa, odamda qiziqish yo'qoladi. Yashashga bo'lgan qiziqish yo'qoladi. Ko'zlari so'lib qoladi. Shuning uchun ham ashvagandani ham to'g'ri doktor bilan maslahatlashib to'g'ri iching. Ya'ni длительно to'xtatmasdan ichish mumkin emas. To'xtatmasdan длительно uzoq muddat davomida, masalan, umuman break qilmasdan, to'xtatmasdan ichadigan narsam bu L-tianin.
prям shunaqa sevaman shu narsani, diqqatimni o'sha beradi. Bu eng yaxshi ko'rgan kombinatsiyam va bu narsa haqida ham ilmiy tadqiqotlar 2026-yilda вообще ko'payib ketdi, именно kofein bilan. Buni Sport Research kofein plus L-teanin formasida ham chiqarardi. Lekin hozir nimagadir bu narsani topish qiyin bo'lib qoldi. Именно Sport Researchdan oling, chunki bu juda ham usvoit qilish oson bo'lgan mana bunaqa formada berilganda, eng zo'r formasi Sport Researchdagi formasi hisoblanadi. Men nima qilaman? Buni kofein bilan ichaman. O'sha kofeni nimasi energiya drop bo'ladiganini bittada tuf deb tashlab yubormaydi-da, menda o'sha kortizolni to'g'ri ushab, to'g'ri tushirishiga yordam beradi. Va natijada nima bo'ladi? Резко tushib ketadigan bo'lsa ham, coffee crash bo'ladigan bo'lsa ham yoki energiya слишком fluctuate qiladigan bo'lsa ham, bu narsa bizani diqqatimizga ta'sir qiladi. Diqqatimizga ta'sir qiladi. Diqqatimizni jamla olmaymiz yoki diqqatimiz uzoq paytga yetmaydi, jittery bo'lib qolamiz. Mana shunaqa narsalar bo'lmaydi. Endi meni eng sevimli kombinatsiyam bu kechqurun uxlashimdan 2 soatcha oldin uyquga taylanaman. Mana kelganimda svetlarni kattasini yoqmayman, kichkina svetlarni yoqaman va uyimda hammasi oqmasda, mana bunaqa sariq, limonli svetda. Bu narsa ham baribir muhim. Ashwagandha, meni sevimli kombinatsiyam, prям zo'r trio, L-teanin va magniy glitsinat. Magniy glitsinat Torius MG, L-teanin va ashwagandha hammasini 2 soatcha oldin, uyqudan oldin ichaman. Shunaqa zo'r uyqu bo'ladi. Xuddi yoshligimizda ertalab vaqtli turish shart emas edi. Ishxonaga borish shart emas edi. Universitetda o'qimasdik. Ertalab turib yashab bersak bo'ldiydi. Ya'ni беззаботный son bo'ladi-yu. Именно uyqularning ham o'zini fazasi bor-da. O'sha chuqur uyquga tushasiz. Chuqur uyquga tushmay, ustida uxlaydigan bo'lsangiz, men o'zimga shunaqa tushuntiraman-da. Menda ba'zida shunaqa bo'ladi. Ayniqsa o'sha aytganimdagi soat 2 dan keyin choyli ichsam, soat 2 dan keyin kofe ichsam, ayniqsa o'sha paytda bo'lardi. Mana bu uyqu, как будто uxlayapman, lekin tiqqet uyg'onib ketadigan darajada chuqurda emasman-da, men ustida yotibman. Mana deep sleep bo'lmayapti. Deep sleep bo'ladigan bo'lsa, o'shani rapid eye movement degan narsa bor-ku, o'sha sleepga tushadigan bo'lsa, mana o'shanda bizada organizmimiz recoverysi ham ancha yaxshi va foydali bo'ladi. Menimcha aytmoqchi bo'lgan hamma narsamni aytdim. Podkast foydali bo'ladi degan umiddaman. Fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Siz ham oxirgi kunlar kortizol haqida ko'p eshityapsizmi? Challenge-da bugun siz bilan bo'lishgan qo'lingizdan keladigan o'sha svetni kamaytirish, kofeinni 2 dan keyin qat qilish, ertalab uyg'onishingiz bilan kofeni 80 minut 60-90 daqiqa deydi Andrew Huberman, 1-1,5 soat davomida turishingiz bilan ichmaslikka harakat qilishingiz, 30 daqiqa ichida quyoshga qarashingiz, mana oddiy protokolli hisoblanadi. Yomon uyqingiz kelsa ham o'sha kerak emas paytda uyquni dozasini olmaslik, uni o'rniga 15-10 daqiqalik mana NSDR uyqusini qilish menimcha qo'ldan keladigan, qimmatmas bo'lgan, lekin at the same time juda ham valuable protokolli elementlari o'zingizda sinab ko'ring, qaytib keling va video tagida fikrlaringizni yozing. Keyingi videolarda ko'rishguncha.